keladi baldar. Bir mishokni tashlab, yarim mishok ile bir mishok tashlab, xamir qiladi. Unga moy qo'shiladi, shakar, drosh, bardon narsa qo'shilib turib, xamir qilishadi. Xamir 3 soatda ko'paydi. Men Egamberdiyev Dilmurat şu Aqchol mevaqanasında xamir qilaman. Bir mishok xamirida 1 kilo moy, 1 kilo tuz, yarim kilo shakar qo'shiladi. 77 kilo oladi suv bilan qo'shilib. Endi bu yerda xamir tutgandan keyin ikki bo'lib olamiz. Ko'tarib kelib, mana içinde kampo var. Bu yerda salgandan keyin, bu yerda kichkina o'rab tutgandan keyin, kichkina o'zini 10 minut turgizgandan keyin tashlaydi. Tashlagandan keyin mushlab 1 soat turgiziladi. Anan chiqarib, zo'la bostiriladi. Endi tandırga chiqargan, chiqqan shunday. Shunday unlarda qilamiz. Xamir tutgandan keyin bundan üstüne chiqaramiz da. Chiqargandan keyin taroziga o'lchab, zo'la bostiriladi bu yerga. 45 minut shunday yarim soat vaqtida tinadi. Tingandan keyin bu yerga olinadi. Qayra xamir chiqadi. O'shundalar bilan jasalib, basması, çekici, shunday nimalari bor. Shular bilan ham nimaning üstüne qo'yilib, tandirga chiqadi da. Bu yoqda ichkarida tayyor forma qilib bizga chiqaradi. Biz o'shani tegiz qilib jopib qo'yamiz, pishirib qo'yamiz, bo'ldi-da. Основной ishni ichkarida qilib chiqaradi bu yoqqa sirtkach. Mana biz bu yoqda o'sha formani o'shanday qilib jopib, qizartirib, pishirib chiqarib qo'yamiz. To'g'uz 10 tuz non chiqaramiz. 9-10 non chiqaramiz. Moy nonlar bor. Kichinadan boshlab, to'qishdan boshlab, cho'ng patirgacha chiqaramiz. Eng qimmat nonlar 80 so'm, 75 so'mdan. 1,5 kilolik o'sha cho'ng nonlar o'shanda. Buni to'g'riroqlar bor. Buni ramashka deb qo'yadi. Buni ramashka, moy non. Buni patirlar bor o'sha. Yana 3 burcha, 4 burcha, 5 burcha kichinadan asatmaycha qilib beradi odamlar hali. Kichkina restoranlarda, kafelarda o'tirsa o'shandan qo'yib kichkina jang'ilik bo'lsin deb o'shalardan qiladi. 3 burch bo'ladi. Buni 4 burchi bor, buni 5 burchi bor, o'shandan bo'ladi. Buni 4 burchi ham bor, buni 5 burchi ham o'shanga o'xshagan. Aslida bundan dedi bizga bu kam o'tadi. Aytayapman, 100 odamda 2-3 ta odam zakaz qilib, mana bunday qilib ber, neobishniy do'stlar bilan o'tirsa bo'ladi. Aslida mana baldar ham olib hozir. Aslida mana ketadi. Shu yaxshilik ham, yomonlik ham shundan ketadi. Bunalarda 15 so'm sotamiz. Bular 15 so'mdan sotamiz. Moynon, bardig'i moynon. Bunalarda 20 so'm sotamiz. Bular mana bunalar 40 so'mdan, 750 gram, 730 gram bunalar. Bunisi mana 50 so'mdan. Bunisi cho'ngroq mana. Buni yaxshi non, hozir jang'i chiqyapti. Bir tandurda 4 ta odam ishlaydi, 4 ta 5 ta odam ishlaydi. Bittaga ayvay qiyin, ikkitaga ham ayvay qiyin-da bu. Bu bir-biridan bunday mana surtirib, uzib, anday qiladi-da, bir odamga juda qiyin. 4 ta 5 ta odam ishlaydi. Ko'pchilik bo'lish kerak-da. Bu tolka tuni bilan ishlab, uxtavay xamir qilinadi. Endi kunduzi bilan o'sha tuni qilingan xamirlar kuni bilan chiqadi. O'shanda mana shashpay chiqarib ichida mana ko'rsiz mana qizitadi, mana baldar mashinday qilib, shayp tandirni qizitib, javot o'shanday qilib.